Assalomu alaykum qadrli talabalar. Mavzumizni davom ettiramiz kelgan joyidan. Demak, ilmiy bilim bor ko'z ko'rib sezib turilgan narsalarni o'rganadigan bo'lsa, falsafa faqat bo'lgan emas, balki bo'lishi kerak bo'lgan narsani ham o'rganadi. O'rganishga harakat qiladi, aniqroq. Ilmiy bilim hamma uchun bir xil tushuniladi va tushuntiriladi, lekin falsafada aks. Ilmiy bilishda javoblar muhimdir. Falsafada esa javoblardan ko'ra savollar muhimroqdir. Ilmiy bilim yig'ilib boradi. Ya'ni kumulativ hamda vorisiylik asosida ishlaydi. Falsafa ham fikrlar yig'ilib boradi, ammo ustiga qo'yilib emas, fikrlar tanqid qilinib, yoniga, ya'ni yangilanib boradi. Bir so'z bilan aytganda, ustiga emas, yoniga qo'yib boriladi. Ilmiy bilish javoblarga, ya'ni yakunga qaratilgani uchun ularning qo'llaydigan uslubi tajriba va kuzatuvdir. Falsafa esa bulardan tashqari aql va mantiqni birgalikda qo'llab, tajriba va kuzatuv orqali o'rganib, bo'lmaydigan narsalarni ham tadqiq qiladi. Falsafa va din. Endi bularning farqini qaraymiz. Falsafa dinning diqqat markazida bo'lgan barcha narsalarni o'rganadi, ammo din falsafadan farqli ravishda tanqidga, o'zgarishlarga yopiqdir va u dogmatikdir. Albatta din dogmatik bo'lishi ham kerak, chunki agar din dogmatik bo'lmasa, u o'zgarib ketadi va bu o'zgarishlar dinni mutlaqo boshqa bir tomonga olib borishi mumkin. Falsafa esa undan farqli. U har doim shubhalanadi, savol beradi. Falsafa va san'at. Ikkalasi ham subyektiv, ammo san'at subyektivroq. Ikkisi ham olamni anglashga harakat qiladi. Falsafa umumiylashtirishga harakat qilsa, san'at go'zallashtirishga harakat qiladi. San'at e'tiborni eng go'zaliga, eng yoqimlisiga, ya'ni eng ko'p ta'sir, hissiyotga eng ko'p ta'sir qiladigan qaratadi. Falsafada muhim bo'lgan narsa esa mantiq va aqldir. San'atda esa tuyg'ulardir. San'at go'zallashtirsa, go'zallikka harakat qilsa, falsafa esa haqiqatga, hikmatga harakat qiladi. Bu foydalangan adabiyotlarimiz ro'yxati slayddagi. Qadrli talabalar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumiz yakuniga yetdi.